Bugungi mavzuyimiz banket. Bunday kunda mehmonlar ko'p, talab yuqori bo'ladi. Banket tayyorgarligi tadbir vaqtida emas, oldindan boshlanadi. Stollar joylashuvi mehmonlar soni va tadbir turiga qarab tanlanadi. Tarelka markazida priborlar simmetrik, salfetka toza va to'g'ri. Idishlar, priborlar va salfetkalar joy-joyiga qo'yiladi. Servirovka birinchi tasvirot. Tozalik va tartib ishonch kafolati. Kirish yo'laklari ochiq, ofitsiant harakatiga qulay, asosiy stol ko'rinib tursin. Qulay joylashuv, mukammal xizmat. Banket menyusi oddiy kundan farq qiladi. Sovuq taomlar, issiq taomlar, ichimliklar, allergiya eslatmasi. Har bir taomni bilish mehmon savoliga tayyor bo'lish demak. Banketda stol joylashuvi ofitsiant ishining yarmi. Banketdan oldin hammasi 2 marta tekshiriladi. Mehmon kelguncha zal tayyor holatda bo'lishi kerak. Tayyor zal xotirjam xizmat. Chunki to'g'ri joylashuv xizmatni tez, mehmonni esa mamnun qiladi. Salfetkalar soni to'liq, ichimliklar tayyor, xizmat yo'laklari ochiq bo'lishi kerak. Yaxshi banket taom bilan emas, tayyorgarlik bilan boshlanadi. Professional ofitsiant har bir detalga ahamiyat beradi. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning Mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.